Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun bizda yana bitta sotiladigan kanal bor. Xo'p, narx arzon. Boshdan aytaman, arzon qilib beramiz. Bu 500 ming emas, 1000 ta obunachisi bor. 1,5 ming ta obunachisi bor daji. Lekin 500 ming emas bu. Bilasiz, 1000 ta obunachilik 550 ming, 500 mingdan beramiz, lekin bu 500 ming emas. Bu arzon, chunki bitta strike ekan. Hozir men sizga bitta obzor qilib beraman, narxlarini kelishamiz. Xo'p, qarang do'stlar. Kanalda 1463 ta odam bor. 1460 ta past keng 1,5 mingtaga yaqin. Endi 1,5 ming desak bo'ladi, xafa emassiz. 1,5 ming ta odami bor. Xo'p, videolar bo'limiga qaytamiz, qarang. Videolar bo'limini qaraydigan bo'lsak, videosi eng ko'p ko'rilgani 500 ming, 300 ming, mana вообще dahshat prosmotr yegan xullas. 500 ming, 300 ming qachon ochilgan kanal? 2000 ta like yig'ibdi. Ikkinchi marta ochilibdi. 1 oy bo'libdimi? Shunaqa mana 1 oy oldingi video mana. Mana shu videoni o'zidan shortsdan, xo'p, mana. Afsus, shortsda soat yozilmaydi, lekin soat yozdirish yo'li bor, uni o'rgata olmayman lekin. Xo'p, ana undan shortsdan 1700 soat yozilgan, lekin soat yozilmaydi, foydasi yo'q. Xo'p, 500 ming prosmotr ekan. Mana shu o'zidan mana 200 ta odam qo'shilyapti. Chunki odamlarga qiziq, prosta ko'rib o'tib ketadi shortsda. Xo'p, mana ko'rib turibsiz. Aktiv. Aktiv deganda qanaqa odamlar nako'rtga emas. Prosmotr 500 ming, 300 ming, 200 ming. Mana qarang, 2-mart, 4-martlarda qo'yilgan videolar uchgan. Xo'p. Statistikani ko'rsaman. Statistikaga qarasak, 2 million prosmotr bo'libdi. 1 yilda, 1 oyda 2 million prosmotr bo'libdi. Bir kunda o'zida 600 ming prosmotr degan payt emas. Shunaqa yuzta qo'ydi, shunaqada o'zi. Ko'p video yuklasangiz, kanal tezroq ko'tariladi. O'sha qo'ydi mana. Ko'p video yuklagan kanalni ko'tarib olgan. Shortsdan. Shorts lekin yaxshi odam olib kelyapti do'stlar. Qandaydir shorts zo'r odam olib kelyapti. Shorts tavsiya qilaman. Xo'p. Kunlik nechta odam ko'ryapti? Bu odam ko'ryapti. Mana 194 ta, shu atrofda odam ko'ryapti kuniga. Shunaqa. 194 ta 100 ta deng keng maydon. O'p tashlang mana. 100 ta odam ko'ryapti kuniga. Hozir mana 2 million prosmotr bo'lgan. Endi bu muhim emas-da, bu bo'lgan narsa bu. Hozir bu muhim bo'lgan joy mana kuniga 100 ta 200 ta odam ko'ryapti. Shunisi muhim. 1,5 ming ta odam qo'shilgan deyapti. Xo'p, odam bitta chiqibdi, ikkita chiqibdi, 0 ta, ikkita qo'shilibdi, 0 ta, ikkita chiqibdi. Xo'p, 48 ta qo'shilgan. 77 ta. Mana video qo'ysa qo'shiladi, ko'ryapsizlar mana. 8 ta video qo'yyapti, 48 odam qo'shilyapti, ko'ryapsiz mana qarang. Masalan, 10 ta video qo'yyapti, 77 ta odam. Video qo'ysa qo'shiladi kanal. Masalan, mana bitta ikkita minus bor-ku, tak-tak любой kanalda minus bo'ladi. Любой kanalda bitta ikkita minus bo'ladi. Nega bilasizmi? Video yuklanmagani uchun minus bo'ladi. Mana video qo'ysa, yana ko'tariladi mana. Bir ikkita video ish bo'lmaydi, ya'ni ko'proq video qo'ysa mana kanal ko'tariladi. Mana men sizga bitta kanal miqyosda ko'rsataman, yaqin kanal ochdim, ko'rgan bo'lsangiz kerak. Hozir mana Uy bozori degan kanal ochdim do'stlar. Mana. Hozir mana bir ko'rsatib obzor qilib ketdim. Mana shu kanalim вообще minusga kirib ketgan edi. Men olgan paytimda yaqinda oldim o'zi. Hozir men sizga ko'rsatib o'taman, qarang mana. Xo'p. Mana bu aytmoqchi bo'lganim, любой kanalda eplasa bo'ladi-da mana. Masalan, 12600 ta odami bor, mana qarang. Mana statistikasini ko'rsataman sizga, qarang. Bu kanalda monetizatsiyasi yo'q edi men olgan paytimda. Monetizatsiyasini o'chirib qo'ygan egasi, mana monetizatsiyasini apellyatsiya orqali yo'qdim. Monetizatsiyalarni yo'qib, hamma yoqda cho'tki qildimda, mana endi video yuklashni boshladim. Mana, qarang mana. Mana statistika, 17 ta mana kunlik prosmotr. Odam sonini qarang mana. Odam soni bunisi-yu mana. Kanimdek birinchi olganimda xafa edi mana. Minus 2 ta nechta bo'layotdi? Odam soni minusda edi mana shu borku, minusda edi. Mana kechami mana video yuklashni boshladim. Mana kecha boshladim. Bir kunda uje mana ko'rib turibsiz. Mana 55 ta odam qo'shildi. Reklamani sal yaxshiroq qildim. 4 ta 5 ta kanalga subchestani urdim mana. Mana kanal uje 4 ta 5 ta odam qo'shilsa boshlayapti mana. Ko'ryapsizmi? 2 ta dona video yukladim endi mana. 2 ta dona mana. Birinchi video 4 ming ta, ikkinchisi 160 ta. Ikkinchi video sal nima desa bo'ladi. Trend emasda. Birinchi video trendroq edi, shuning uchun birinchisi ko'proq yedi. Mana pul ishlaydigan kanal. Misol uchun aytaman-da, любой kanalni ko'tarib olsa bo'ladi. Bu ham shunaqa tip mana, bitta ikkita minus. Video yuklab, normal reklama qilib 1 oyda ko'tarib tashlasa bo'ladi. Endi bir kunda ko'tarsam mana ko'rsatdim, 55 ta qo'shildi bir kunda. Faqat video ko'proq yuklash kerak. Xo'p, keyingi narsa nima demoqchi edim? Keyingi narsa bitta strike bor do'stlar, lekin bitta strike yebdi. Bu nimaga yebdi? Hozir ko'ramiz. Men bir turib sharhlayman-da uni. 4-martgacha ekan. Strike yo'qmi deyman? 2-iyulgacha ekan mana. 4-martda tushgan ekan. Mana авторский прав degan narsa bor, verno, neverno degani. Mana shu bosib tashlaysiz, o'tib ketadi. O'qib o'tirish ham shart emas mana. Qanaqadir chiqarishdi bir kuni bittasi. Shuni yodlab oldim, bilmayman bo'ldi, yopildi mana.
Yo'q ketadi o'sha. Xullas shunaqa. Xullas bitta strayki bor do'stlar. Bu strayk bitta qo'rqinchli emas, 3 ta bo'lsa lekin rasvo qiladi odam. Xullas bu kanal mana ko'rib turibsiz, bitta strayki bor. Hamma videoni o'chirasiz lekin do'stlar, konkretman hamma videoni o'chirasiz chunki bu soatlar o'tmaydi-da. Soatlar o'tmaydi chunki birovning videosi-yu, ustiga soat qo'shilmaydi ham shortsga, mana hozir ko'rsataman sizga. Mana ko'rib turibsiz, 2 soat ko'ryapsizmi? Shortsning soati yozilmaydi ham, o'tmaydi ham. Bu videolarni o'chirib tashlaysiz. 98 ta videosi bor. O'zingiz o'chirib tashlaysiz xullas. Maytda bosib va delete deb bosasiz o'chib ketadi. Sizga kanal topshiramiz, o'zingiz o'chirib olishingiz kerak, lekin strike yo'q bo'lib ketmasin kanal. Kanal narxi ko'rib turibsiz, strike bor do'stlar. Bu 500 ming deyish bu xato ish bo'ladi bu. Buni ana 1000 ta odam qo'shilgan narximiz bor-ku, 350 ming. O'sha narxga ko'ramiz, boshqa yo'l yo'q. Oladiganlar aloqaga chiqamiz. Kanal narxi 350 ming so'm. Auditoriya menimcha rus tili do'stlar. Auditoriya e'tibor beringlar, rus tili mana. Rus tilida qilsangiz yoki bo'lmasa ingliz tilida qilsangiz yaxshi ko'rilsa kerak. Asosan shorts endi любой ko'raverasiz, lekin asosan auditoriya rus tili bo'lsa kerak, chunki asosan rus tilida yozilgan ekan-da. Bitovoy texnika rus tilida, to'g'ri? Mana shularga e'tibor berish kerak. Auditoriya hammasiga e'tibor berish kerak. Mana bu yerda yozmasini ko'rsatib o'taydi bir sizga. Auditoriya. Xo'p. Qani ekan auditoriyasimi? Auditoriyasi ham Rossiya ekan mana asosan qarang. Asosan Rossiya, Ukraina, Polsha, Germaniya ekan mana 4 ta davlat. Rossiya pul bermasa kerak, o'zi tinchidi-yu Rossiya. Ukraina pul bersa kerak. Ukraina, Polsha, Germaniya yaxshi to'laydi lekin bu ham menimcha. Chunki chet elda O'zbekiston juda kam to'laydi. Agar monetizatsiya pul ishlasangiz ham yo'qsizda. Xullas do'stlar, kanal mana shu. 4000 soat yig'asiz. 4000 soat yig'asiz. Men o'zimizga monetizatsiya yo'qishga yordam qilaman. Solig'ingizga, pin kodingizga, pulingizni yetishga, viza karta qo'yishga hammaga yordam qilamiz. Epiz yopiq guruh ham bor bizda. Darsliklar beramiz. Videoni nastroyka qilsangiz erinmasdan video qilib, nastroyka qilib cho'tka ishlasangiz 1 oyda ko'tarilib ketasiz. Shunaqa. Xo'p, keyingi narsa nima edi? Hozircha shular do'stlar. Kanal oladiganlar Telegramdan aloqaga chiqamiz. Iloji boricha Telegram birinchi guruhga ulanib o'ylar, chunki lishkaga birdan yozsanglar javob bera olmasligim mumkin. Odam sal ko'proq xafa bo'lmaysizlar. Telegram kanalimizga ulanib olsanglar, videosida linki bor. Keyin qolganini gaplashaveramiz. Xbet, Mosbet, qimor mumkin emas kanalda, bilasizlar. Kim shunaqa qilsa kanalni qaytarib qo'yamiz, biladi hamma. Lekin normal ishlasa biz podeshkani zo'r